Assalomu alaykum qadrdonlar, do'stlar va bizni Shirin Suxan podkastimizni doimiy tomosha qiladigan haqiqiy jon kuyarlari, boleshchiklari bo'ladi-ku, rus tilida aytganda, jon kuyarlari. Shirin Suxan podkastimizni bugungi mehmoni Mashhur Muhammad. Mashhur Muhammad bilan bizni juda ham ko'p o'xshash taraflarimiz bor. Va Mashhurni biz juda ko'p yildan beri biz aka-ukamiz, bir-birimizni yaxshi bilamiz, oilamizni yaxshi bilamiz. Aka-uka qadrdonligimiz juda ham yaxshi, ko'z tegmasin deyman har doimo. Suhbatdosh tanlayotgan paytda biz doim san'atkorlarning ichidan kim bilan yaxshi suhbat qilsak bo'ladi yoki qaysi san'atkor yaxshigina qiymatga egaki suhbatimizdan tomoshabin o'rnak olsin yoki qaysidir tomonlama bir o'zini o'zgartira olsin degan maqsadda suhbatdosh tanlaymiz har doim. Va biz bugun qiymatga ega bo'lgan iste'dod Mashhur Muhammad taklif qildik. Mashhur, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Vaqt bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilib turgan do'stlarimizga ham, yurtdoshlarimizga ham taklif uchun rahmat aka. Sog' bo'ling. Shirin Suxan deb nomlangan shu podkastda shu shirin gap chiqishi mumkin deb haligi yaxshi gumon bilan chaqirganingiz uchun rahmat aka. Albatta, endi faqat yaxshi gumon, biz faqat yaxshi tarafga umid qilamiz, niyat qilamiz. Shirin Suxan podkastni qilishdan maqsad shuki, biz san'atkorlar bilan Xudoga behisob shukr. San'atkorlar hammasi ham bir-biri bilan unaqa do'st emas, ko'pchiligi. Lekin yaratganga behisob shukr. Oxirgi paytlarda buni yana ham bilyapman. Yana rivojlanyapti bu narsa. Lekin Xudoga shukr, men hammalari bilan yaxshi munosabatdaman va san'atkorlarimiz bir-biriga nisbatan munosabatlari qanaqa? Yoki bo'lmasa ijodkorni qo'shig'iga baho berayotgan paytda qo'shig'ini bunday ta'sirli bo'lishida yoki xalqqa yoqishida uni o'zini ham ko'ngildagi nima desa bo'ladi, uni ko'ngildagi qadriyatlari yoki bir qiymati ham o'rin tutadimi o'ziga yarasha. Mana shu narsa ham muhim. Qiymatga ega bo'lgan odam albatta ijrosi ham yurakdan bo'ladi va ta'siri ham kuchli bo'ladi-da. Xo'p, Shirin Suxan qay darajada hozir zarur deb o'ylaysiz odamlarga? Juda kerak. Hozir agressiya juda kuchayib ketgan hozir. Tashqi olamga nisbatan aytaylik insonga nisbatan ko'proq begonalarga nisbatan shunaqa bo'lyapti-ku va oddiy yo'llardagi vaziyatlarni kuzatsangiz ham, qanaqadir navbatlardagi holatlarni qaraysiz ham, shu hurmatdan ko'ra ko'proq haligi men birinchi bo'lishim kerak, tezroq meni ishim bitib ketishi kerak, ego rivojlanib ketgan. Ego bor joyda hurmat faqat o'zini o'zi hurmat qilib yaxshi ko'rib yuraveradi-da odam. Endi u ham juda hurmatga kirmaydi, chunki boshqa o'zini hurmat qilgan boshqani ham hurmat qilish kerak. Aslida shu. Buni anglagan holatda meni uni hurmat qilishlari uchun hurmat qanaqa bo'lishini ko'rsatish kerak edi odam. Ular aksincha men ozgina arzimagan 1-2 daqiqa uchun bir-birini ko'nglini ranjitadigan odamlardan qanaqa hurmat kutasiz endi? To'g'ri aytasiz. Har birini o'tirib bir alohida umringni sarflab gaplashib chiqish uchun baribir bitta insonning umri yetmaydi. Shuning uchun Xudodan so'raveradi, hammaga insof, iymon, farosat, tafakkur, haqqiga duo qilib qo'yaveramiz faqat. Haqqiga duo qilmaydi. Hozirgi kunlarda endi bizning podkastimiz qaysi kunlarda chiqadi, biz hozirdan aniq ayta olmaymiz, lekin hozirgi paytdagi bizda butun O'zbekistonda xursandchilik bo'layotgan narsa Sindorovlarni shaxmatdan dunyo chempioni bo'lib birinchi o'rinni olib, yurtboshimiz tomonidan yaxshi e'tiborlar qilindi. Boboni nabiraga bo'lgan e'tibori mana shu Sindorovlarni bobolari ularga shaxmatni o'rgatib, doimo birga o'ynashgan ekan. Qarang, boboni bergan tarbiyasi danagidan mag'izi shirin degandek, mehrini balki ko'proq belarmikin deyman-da. Siz ham xuddi shunaqa bir boboni qo'lida yurgan, o'sha qiziqish 93 ko'rik tanlovlarida ham bobongiz sizni qo'lingizdan yetaklab kelgan inson. Kinoni yaxshi ko'rgan, kinofikatsiyada ishlagan odam bo'lganlar, san'atdan begona odam bo'lmaganlar. Shu bobongiz to'g'risida ozgina qisqagina bir to'xtalib o'tsak. Dunyodagi eng yaxshi odam deb xotirlaymiz-da biz inshaalloh. Bobomiz, buvimiz bizni bekamuko'z kamolga yetishimiz uchun nima qilish mumkin bo'lsa hammasini qilishgan. Bobom rahmatli, endi ular o'g'il farzandlari bo'lmagan. Dadamiz ertaroq olamdan o'tganligi uchun bizni onamiz yagona farzand bo'lganda oilada. Bitta qiz bo'lganmi? Bitta qiz bo'lgan. Boshqa farzand ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmagan ular buvimizni sog'liklari yuzasidan. Keyin endi o'sha taqdirga Allohning bergan o'sha sinoviga mardonavor javob berib, menga shu farzand yetadi degan
mard inson bo'lganda biz bobomiz va Xudoyim o'shani bir nima deydi, o'sha mardlikni siylab qarigan chog'larda ularni yolg'iz qo'ymadi, biz ularning yonida bo'ldik, birga bo'ldik. Ungacha bo'lgan oraliqda shu hamisha qo'llab-quvvatlash, shu kichkinagina bolakayni kichkinagina iste'dodini payqab, endi bunda onamning hissalari juda katta. Lekin nima deydi, qo'llab-quvvatlagan, bosh-qosh bo'lgan va o'sha malaka bilan, tajriba bilan baribir o'g'il bolani tilini o'g'il bola tushunadi. Erkakka xos bir nasihatlar bilan, pandlar bilan doim birga bo'lgan. Men hatto doim faxrlanib aytaman bu narsani. Talabalik chog'larimda 4 yil institutda bakalavrda tahsil olgan bo'lsam, o'sha 4 yil davomida institutning yonidagi ijara uyida men bilan birga yashagan bobom. 4 yil. 4 yil. Mashallah. Shu bola begona nimada yurtda yolg'iz qolmasin, musofir yurtda. Hech bo'lmasa ovqat-povqatini qilib berib turaman. Nimada darsdan charchab chiqib, bu soat 1 gacha, 2 gacha yurardik-da biz mahorat darslarida. Kech tugaydi. Men starsda bo'lganman kamiga. Voyda. Boshqa nima kurs ishlari bilan ham shug'ullanardim. Domlalarimiz yo'q paytida dars ham o'tib turardim. Shu ko'p vaqtimiz bor. Undan tashqari o'zbek yoshlari ansamblida yurib ham safarlar, nimalar ko'p bo'lardi. Shu juda charchab, horib kelardim-da. Shu bobom shu charchoqlarga bir malham bo'lardilar. Ular borligini o'zi juda katta bir ne'mat bo'lardi. O'sha 4 yil eng chiroyli, baxtli kunlardan biri bo'lgan. Yaxshi ham shunaqa bo'lgan ekan deb o'ylayman. Hozir ular yo'q, ular olamdan o'tishdi. Entikib, sog'inib, eslanayotganda o'sha 4 yil ham alohida hayoldan o'tadi, xotiralardan. Joylari yotgan joylari nurga to'lsin, ilohim, ruhlari shod bo'lsin. Endi o'g'illar yo'qligi uchun nima uchun aytdim? O'g'illar yo'qligi uchun ham nabira, ham o'g'il degan munosabatda bo'lganlardan bobomizga. Gap yo'q. Ilohim, ruhlari shod bo'lsin, ilohim. Onangizni ko'zlarini ko'kligini ko'rib men hayron qolganman. Birinchi marta o'sha tug'ilgan. Buvimning ko'zlari shunaqa bo'lgan chunki. Shunaqa bo'lganmi? Ha. Buvimning ko'zi yana aynan sizni ko'zingizga o'xshagan bo'lgan. Onamniki sal nima sarg'ishroq, lekin buvimniki xuddi sizni ko'zingiz bilan bir xil yashil ko'z bo'lgan. Singlingizda lekin unaqa yo'q, singlimda bizda bizda unaqa emas lekin. Balkim nabiralarda bo'lar, balkim. Balkim. Sizni farzandlaringiz. Hozir bitta o'g'il, bitta qizingiz bor. Bitta o'g'il, bitta qiz bor. Farzand tarbiyasida siz qattiq qo'lmisiz yoki cheksiz muhabbat va mehr bilan faqat? Yo'q, men endi shu nima deydi? Bolalarga ozor berish tarafdori emasman. Yaxshi gap bilan siz aytganingizdek xuddi dasturning nomi kabi shirin suxan bilan ko'ngilga singdirilgan narsa abadiy qoladi deb hisoblayman. Chunki meni o'zim ham aynan yaxshi yo'l bilan tushuntirilganlarni eslab qolganman-da. O'sha o'zim bilan qiyos qilaman-da, haligi qo'pol muomala qilgan, masalan, oddiy ustozlarmi deymizmi, haligi tarbiyachilar deysizmi, qo'pol muomala qilgani, yomon xotira bilan chiroyli muomala qilib, yaxshi gapirgan, yaxshi tushuntirib, nima deydi, beozor bir ta'lim berganlari go'zal bir xotira bilan esimizda qolganligi uchun ham meni kimdir yomon xotira bilan eslashini xohlamayman. Shuning uchun ham imkon qadar men bolalarimga beozor bo'lishga, chiroyli tushuntirishga harakat qilaman. Endi baribir nima deydi, qo'pol nima deydi, dag'al jins vakillarimiz baribir endi erkakka yarasha bir qo'polliklarimiz erkalashlarda hatto bo'lishi mumkin, lekin u erkalash baribir. Qo'pol muomala yoki baqir-chaqir yoki urush emas. Endi u erkakning fitratida bor, erkakka xos xususiyat. Endi u baribir qo'polroq. Hozir Adayl Guneshni Jazosiz tarbiya degan kitobini o'qiyapman-da hozir. Bu bolani tarbiyasi to'g'risida aynan shu bir 4 ta 5 ta tomdan iborat bo'lgan kitob. O'sha yerda yozilishicha, u yerda aytayaptiki, bolaga jazo qo'llamaslik kerak hech qachon. Bolaga jazo qo'llash bu o'sha psixologiya bilan bog'liq bo'lib qolar ekanda, bolaning psixikasi buzilar ekan. Natijada bola yopilib qolar ekan va uni ichidagi haqiqiy kuchli bo'lgan iste'dodlari, taraflari
yopilib qolar ekan. U ham mayli. Bolaning intellektual salohiyati ham pasayib ketar ekan. Intellekti, xotirasi, intellekti hamma tomonlama ta'sir qilar ekanda. Shuning uchun men o'ylaymanki, bola tarbiyasida o'rtoqlar farzandni bolalikdan boshlab bir xillar bolani ota-onani mehrini ham, qahrini ham ko'rish kerak deydi-da. Masalan, men qizimni hech qachon masalan yo'q degan gap yo'q qizimga. Nimani xohlasa olib beraman. Uni hayolida dadasi любой narsani olib bera oladi dunyodagi hamma narsani. Alhamdulillah, Xudoga shukr olib beraman ham qizimga. Hamisha qodir qilsin Alloh. Amin, ilohim aytganingiz kelsin. Farzandlarimiz ilohim. Sizga yo'q deb bo'lmas ekan hamda o'zi. Sizda mana qizlar. Ismlari nima? Muzayyana. Mashallah. Muzayyana ism qo'yganmiz. Meni katta farzandim qiz. Endi mana u qizli bo'lgan odamgina tushunadi buni. Albatta. Reyting pilla poyalarida bir hech kimga bermas ekanda qiz. Yo'q. Tepaga chiqib olar ekanlarda, umuman tushish degan narsa xayolga kelmas ekan. Shu uzoq safarga ketsang ham, qanchadir muddat uyda bo'lmagan taqdirda ham birinchi o'rinda xayolga keladigan o'sha qiz ekanda. Sog'iniladigan, lekin o'zi ham bular deyman, o'zi nima turib kichkina bo'lib turib chaqaloq holatida ham hali bolaligini eslasak, bular o'zini qiz bolaligini qaydan bilar ekan? Bunaqa shirin bo'lib olishdi, qayerdan o'rgangan ekan bular? Bunaqa nafis bo'lishni, bunaqa nozik xilqatligini ifodalab berishni bular qanday, qayerdan yuqtiriladi-da programma yaratgan o'zi. Ichidagi konfiguratsiyasida aynan shu nimalari bilan hayratda qolasiz. Bu o'g'il bola bilan qiz bolaning farqini oralari qisqa bo'lganligi uchun ham o'z ko'zim bilan ko'ryapman-da. Uni masalan o'g'lim kelib, "Qo'ya, dada, jiddiy" deydi, bu qilib ursa, qizim ham aytadi, "Dada men ham uraman" deydi. Qo'limda qilib tursam kelib o'padi qo'limdan. U umuman ozor bermaydi-da. Umri uzoq bo'lsin ilohim. Shunaqa juda farqi sezilarli. Qo'shma Shtatlarda o'qigan paytimda Florida shtatida, Orlando shahrida yashab, bir 3 oycha o'sha yerda yashab o'qidim o'sha paytda. Orlandoda hammasi ruslar yoki boshqa millatlar, o'zbek kam, juda kam o'zbek. Bir narsani sezdimki, biz san'atkorlar baribir olqishni, odamlarning e'tibori xuddi narkotikdek san'atkor o'rganar ekanda e'tiborga. Yoqar ekan shu narsa. Shu bo'lmasa, o'sishing qiyin bo'lar ekanda, o'tinda singari. Haligi seni yoqar ekanda, yanada ham o'tinda singari. Siz o'sha bolalik paytda jonli ijro qilib bergan paytingizda stadiondami, qayerdadir katta maydonda hokim qarsak chalganlarda hamma o'rnidan turib qarsak chalib yuborgan. Hattoki xalq artistlariga bunaqa qarsak bo'lmagan. degan suhbatlaringizni ko'rganman. O'sha sabab bo'lganmi deyman-da, shu paytgacha aynan san'at sohasida faoliyat yuritib kelishimga qanaqa qiyinchilik, yo'qchilik, boshqa bir sinovlar bo'lishidan qat'iy nazar boshqa kasbni qila olmasligimning sababi o'sha kun deb hisoblayman. Doim shu ko'ngilga solgani o'zi jajji bir bola bo'lganman, 3 yosh, 4 yosh atrofida, lekin poyezingni yurgizgan o'txonasi bilan do'ngalagi degan qo'shiqni aytganman. Glinskiy ketdi, Andijonning mard yigitining bir bo'lagi. Undan keyin ikkita latifa aytganman. Bir o'sha paytdagi endi mustaqillikning ilk shodiyonasi edi o'sha kun. Mustaqillik bugun e'lon qilingan ertasi kuni. 91-yil. 1-sentyabr. O'sha kuni bo'lgan voqea bu. Biliyor, teatr sahnasiga 500 ga yaqin odam sig'adi. Teatr nimasiga o'rindiqlari shu taxminan shunaqa. O'shancha odam hokim turgandan keyin endi unga albatta sheriklar hurmat bildirgan holatda albatta. Lekin bu nima bo'lishidan qat'iy nazar meni jajji bir bolakayni ilk sahnaga chiqqan va shuni ta'mini tatib ko'rayotgan bir bolakayni xotirasida mustahkam saqlanib qolganda. Bu bola bo'lib turib o'sha paytda bir qaror qabul qilgansizda, to'g'rimi? O'sha qilganman, maza qilganman. Bola bo'lib o'sha qarsakda aynan meni ijroyimga chalinayotganini his qilganman-da. Uzoq qolib ketganman o'sha yerda. Keyin bog'chapalar olib ko'proq rohatlanaydi. Chalo'ylar. Bog'chapalar olib chiqib ketishgan o'sha yerdan.
Bo'lmasa chiqmaguncha qarchaga ham to'xtamaydi. Mana deydi. hozir ham siz eslatdingiz, hayolimda o'sha manzara, kimlar qanaqa kiyimlarda o'tirganlari ham men turibdi mana. Ko'z o'ngimda turibdi. Zo'r. Va Mashhurbek e'tiboringlar uchun qiziqchilik qilsa, bemalol masalan Xalqlar do'stligi saroyidagi xalqni kuldira oladi. Qo'lidan keladi. Men buni konsertlaringizda xohlar edim. Yakkaxon konsert qilgan paytingizda siz o'zingizni barcha qirralaringiz bo'yicha o'zingizni ko'rsatib o'tishingizni xohlar edim. Men shuni tarafdoriman. Chunki biz bilamizda, misol uchun qiymat qanaqa, bilim qanaqa, iste'dod qanaqa, potensial qanaqa. Potensial juda muhim narsa. Ovoz loyihasida men siz imkoniyatlaringizni bilaman-ku. Endi ovoz loyihasida chiqib qo'shiq ijro etgan paytingizda men o'yladim, hozir to'rtalasi baravariga hammasi qarasa kerak, hozir Mashhurga dedim-da, to'rtta. Va qarashmadi. Endi siz ijro qilyapsiz-da, kamerada sezilib turibdi, kayfiyat tushdi. Ijro qilayotgan momentda balki aktyor bo'lganim uchun his qildimmi balki bu narsani, dedim. Mangaki shunchalik bu ta'sir qildi, Mashhurni nima o'tdi ekan uni ko'nglidan? Xayolidan nima o'tdi ekan o'sha paytda dedim-da. Keyin siz aytdingizki, 5 yil dedingiz. 10 yil. 10 yil dedingizmi? 10 yil dedim. 10 yil dedingizmi? Ha, 10 yil dedingiz. Keyin gaplashamiz dedingiz-da. Shunda nima o'tdi xayolingizdan va o'sha gapni aytishingizga sabab nima bo'ldi? Nima? Yoqmadimi yoki qaraganlari yoki ular sizni mensimagandek bo'ldimi yoki o'zingizni qanday his qildingiz o'sha paytda? Yo'q, men nima deydi? Siz aytganingizdek, ozmi ko'pmi umrimizni men necha yil yashagan bo'lsam, shu asosiy qismi aynan san'at bilan bog'liqdir. Tahsil olgan soham ham, faoliyat yuritayotganim ham, uyga nimadir 4 ta non, 1 kilo go'sht olib kelayotgan bo'lsam, men faqat san'at orqasidan. Boshqa hech qanaqa tirikchiligim ham, qobiliyatim ham yo'q. Ijodkorlikdan, san'atdan boshqa hech qanaqa men qiziqishim ham, qobiliyatim ham yo'q. Shunday ekan, butun haligi shu paytgacha, o'sha paytda necha yosh bo'lgan bo'lsam, o'sha paytgacha bo'lgan umrimni shunga sarflar ekanman va u paytgacha nima ichimdan o'tgan u, nimalardan, qaysi etaplardan, qaysi bosqichlardan o'tib kelganman u va u yerda nima kamchilik, nima xato bor, nima yutuq borligini ham bilganligim uchun ham shuni agar yoshroq, o'zim tengi bir ijodkorlar u yerda o'tirgan bo'lganda, bunaqa qilib ham qilishmasdi, agar unaqa qilib o'tirgan bo'lganda, ularga masalan bo'lgan taqdirda ham tushuntirishim mumkin edi-da va talab qilishim mumkin edi. Nima uchun? Yoki kelishib oldinglarmi bir-biringlar bilan? Kelishib oldinglarmi? deb o'zi shunaqa hakam hech narsa demaysiz hakamga. Xo'p. Ularni yoshlari katta bo'lganligi uchun, tajribalari ulug' bo'lganligi uchun men talashgim kelmadi. E'tiroz bildirgim kelmadi. Shunaqa dedim. Men endi hozir xullas endi ularning shu tajribasi menikidan kattaroq bo'lganligi, nima deydi, repertuar jihatidan ham ularni nimasi ko'proq, tajribasi ko'p, bazasi ko'pligi uchun ham ular bilan talashib, sababini, boisini bilib surishtirgim kelmadi-da. Lekin ichimda turgan edi-da o'sha gaplar. Shuni chiqara olmadim endi. Bu hurmat yuzasidan, yoshi ulug' odamlarga nisbatan hurmat yuzasidan faqat. Keyin shunga aytdim, endi hozir nima ham deyman men sizlarga? Sizlarga e'tiroz bildiradigan yoshda emasman deganman. O'sha paytda o'ylanilgan gaplarda bular, bu o'ylab aytilingan emas. O'sha paytda o'zida nima ichimdan kelgan bo'lsa, shuni aytganman. 10 yillardan keyin xudo xolisa gaplashamiz. Lekin dostoyniy chiqib ketdingiz, rus tilida aytganda. 10 yillardan keyin gaplashamiz deganman. Hissiyotga berilmasdan, hissiyotga berilmasdan sovuqqonlik qilishga harakat qilganmiz. Imkon qadar endi bilmayman. Ichimda olov hamma narsa Xudoyimning ijozati bilan bo'ladi bu dunyoda. O'sha nima ham, voqea ham Mashhur Muhammadni shakllanish uchun, keyingi bosqichga o'tish uchun kerak bo'lgan bir deb qabul qildingiz. Ha, kerak bo'lgan bir bosqich bo'lgan deb o'ylayman men. Yana ham ta'sirlanishi uchun o'sha keyingi kelgusi aytilinadigan, ijro qilinadigan ijod mahsullarini nimasi yuki og'irroq bo'lish uchun ham balkim shu bosqich kerak bo'lgandir. Hozir fursatdan foydalanib ularga rahmat aytmoqchiman.
yaxshi ham qaramagan ekansizlar. Bo'lmasa Mashhurbek hozir bunaqangi qaror qabul qilmagan bo'lardi balkim. Rahmat deyishimiz kerak haqiqatdan bir xil insonlarga. Men hayotimda boshida juda ham xafa bo'lib, qat'iy qaror qabul qilishimga sabab bo'lgan odamlar bor-da, shu darajada dilozorlik bo'lib ketganki, haligi xor bo'lib ketgandek bo'lasizda. Lekin shu narsa bizga yordam berar ekan. O'sha narsa, o'sha tepki kerak ekan bizga. To'g'ri. O'sishimiz uchun kerak ekanda. Eng yuqoriga chiqqan odamni ko'rsang bilginki, demak u eng tubanini ham ko'rgan u odam. Shuning uchun ham u yuqorida deydi, misol eski faylasuflarimiz. Endi bu savolning aksi. Panorama Alisher Navoiy kinoteatri. O'xshashli taraflarimiz ko'p deganimiz sababi bizda omadli sahna aynan mana shu panorama sahnasi bo'lgan ekanda. Sizda birinchi marta katta sahnaga chiqib ijro qilishingiz. Bizda esa muhabbat sinovlarining premyerasida odamlarning olqishi, biz sahnani tagida turib Dilshod bilan har bitta otsenkaga gur bo'lishiga ichimiz, badanlarimiz jimillab ketgan pastda turibdi. Sizni ham intervyularingizdan birida ko'rganimda shu gapni aytdingiz, o'sha panorama, o'sha Alisher Navoiy kinoteatri shunaqa meni esimda qolib ketgan birinchi chiqqan sahnalarimdan biri bo'lgan degan gapni gapirdi. Qaysidan shuni aytgansiz o'shanda? Qariyb 30 yil bo'lyapti. Yo'q, qiziqish 97da Sobit akam xotirasiga bag'ishlangan ko'rik-tanlov o'sha yerda bo'lgan. Qiziqchilik qilgansiz unda. Qiziqchilik qilib, shu nimadan hakamlar tomonidan, tashkilotchilar tomonidan maxsus sovrinni, Grand Prixni qo'lga kiritib, shu televizor mukofoti bilan 10 yoshar bola Obtakam rahmatli bergan. Obtakam rahmatli o'zlari topshirgandilar. O'sha panoramada Alisher Navoiy hozirgi kinochilar uyida adashmasam, hozir kinochilar uyida nomlanyapti. O'sha qadimiy san'at o'chog'ida u yerda oddiy odam deyarli o'tirmagan edi. San'at vakillari ko'proq o'sha yerda qiziqchilar ko'rik-tanlovini kuzatishgan. Chunki menda tasvirlari bor, u yerda tomoshabinlar zalida o'tirganlarida ham ko'plari san'atkorlar bo'lgan. Televideniya xodimlari, san'atkorlar, ular yoki oila a'zolari, shu tanish bilishlar. Shuncha to'la nima zali, kino saroyini tomoshabinlar o'rindig'i to'la, ularning olqishlari, ularning har bir ijro etgan latifamga, har bir hali kulminatsion nuqtalariga kuladigan nimalari bo'ladi-yu, kuladigan nuqtalari o'zing anglab turasan, hozir mana shu yerda kulish kerak deyiladigan pauza deymiz biz. Pauzalariga ham ishlanganida endi ustozlar nimasida bilan har bir nuqtasiga e'tibor berish, har bir kuladigan joyini hali kemasidan oldingi kulgular, albatta bu 10 yashar Mashhurbekni xotirasida qolishi tabiiy. O'sha ko'rik-tanlov ko'p yo'llarni ochgan. O'sha ko'rik-tanlov orqasidan televideniyaga chaqirishgan. Ha degan ko'rsatuvga. Boshlovchilik qilgan. Hazil hajif hangoma degan yumoristik 97 midi bu nechinchi yillarda? Adashmasam 97 edi. Men ham endi televideniyaga borgan paytlarim edi o'sha payt. 97-yilda. O'sha dasturda har oy onam bilan kelib ketardik Toshkentga. Bir tiyin pul bermagan. Lekin o'sha aksincha pul olishgan paytlari. Aksincha pul olishgan boshqalardan shu tekinga chaqirayotganini o'ziga rahmat bo'lib, rahmat deb, bitta Anjanning bir qishlog'idagi bitta bolani shu har oy erinmasdan dasturga syomkaga chaqirganimga xursand bo'lib kelib ketardik. Televideniyalar ham kam bo'lgan o'sha paytda. Mana qarang, bo'rini ham oyog'i boqadi degandek, o'sha paytdagi oyoqda qilingan harakatlar hozirgi paytdagi sekin-sekin nimalarga olib kelyapti-da, olib chiqyapti sekin-sekin, bosqichma-bosqich. San'atkorlardan do'stlaringiz bormi? Xuddi siz aytganingizdek, men hech kimni o'zimga dushman va raqib deb bilmayman. Yaxshi ijodkorlarni nimasidan, omadli yurishlaridan, yaxshi ijod mahsullaridan zavqlanaman va samimiy xursand bo'laman. Rostdan samimiy xursand bo'laman. Nima deydi? Juda bir har kuni ko'rishib turadigan, ketdik bu yoqqa, ketdik bu yoqqa. Osh qatiq bo'ladigan. Osh qatiq bo'ladigan darajada emas u, lekin fikrlashib turadigan, hazil-huzul, o'zi san'atkorona yumorlar bor. O'shanaqa
bir-birimiz bilan gaplashib, maslahatlashib turadigan do'stlarimiz. Ijodingiz bilan bo'lishib turasizmi ular bilan? Ijodiy bo'lishib Xuddi turadigan- badiiy kengashda yoki bo'lmasa eshitib ko'rishman, mana shularni nima deysan degandek. Yo'q, endi asosan ijod bilan bo'lishmayman, chunki o'zim bilan ko'proq maslahatlashaman ijodiy Buzur. masalalarda, chunki so'zini, musiqasini ham ijrosini ham o'zim yozganim uchun haligi o'zimni muallifligimda bo'lganligi uchun ham uni taxminiy uni nima deydi, eshitadigan sferasini ham taxminiy oldindan bilaman-ku, kimlarga ma'qul bo'ladi, Auditoriyasini. kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Ijodiy masalalarda maslahatlashmayman, ko'proq hayotiy bir haligi o'zimizni hordig'imiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Yaxshi bir haligi bo'sh vaqtimizni unumli foydalanish bilan bog'liq bo'lgan bir masalalarda gaplashib turadigan, hazil-huzul qilib, kunda kunora bir telefonlashib yoki Telegram, Instagram tarmoqlari orqali fikr almashib turadigan do'stlarimiz, hamkasblarimiz bor. Ijodkorda juda ham kam uchraydigan, aksariyat bizda men ko'p e'tibor beraman san'atkorlarda albom uchun qo'shiq yozish. Oliy maqsad to'y emas, oliy maqsad zo'r albom qilish. Firma yozish. Firma ashulalar yozish. Sizni ijodingizda hech bir misol uchun to'y uchun yozilgan degan narsalarni bilmayman. Misol uchun haqiqiy Andijonni haligi Garachakrovni deydi, qaynoqqonlik yigitlarini o'sha Andijon polkasiga o'xshagan o'sha usullardagi tez raqslar bor. U ashlalaringizni bilaman. Zo'r ashlalaringiz, lekin o'sha ashlalaringiz ham misol to'y uchun yozilgan deb bilmayman-da. Albom uchun yozilgan deb bilaman-da. O'zingiz maza qilish Azaldan to'y maqsadim bo'lmagan. bo'lmagan-a? Azaldan bo'lmagan. To'yga majburiyatdan chiqqanman men. Shu kerak bo'lganligi uchun, ro'zg'orga foydam tegishini istaganligim uchun boshlanib ketgan. Keyin tabiiy tirikchilik manbaiga aylanib qolgan. Meni azaldan maqsadim katta sahnalar, xorijiy sahnalar, konsert dasturlari va o'z yo'nalishini topish, o'z muxlisiga ega bo'lish maqsadim bo'lgan aslan. Baribir Va hozir ham shu. hozir ham shu. Qadriyatlar o'sha o'zgarmaydi. To'g'ri. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi faqat degan. Hatto umuman karantin paytlari bo'ldi, to'ylar bo'lmagan paytlar bo'ldi. To'yingiz ham o'sha paytda bo'ldi, adashmasam. To'y ham o'sha paytda bo'ldi. To'ylar bo'lmagan paytlar bo'ldi. Uydan chiqmay o'tirilgan paytlar bo'ldi. Yoki umuman nima deydi? Ro'zg'orda taqchillik deydi-yu, shunga o'xshagan vaziyatlar bo'ldi ham. Men ko'pchilik san'atkor do'stlarim bor, haligi maslahatlashib turadigan yaqinlarim bor. Unday qiling, bir otalar haqida, onalar haqida aytib, tug'ilgan kunlarga borib, biznes planlarga borib, chaqaloqni olib chiqishga, chaqaloq olib chiqishlarga moslab, bashaqalar qiling hech bo'lmasa deb. Endi men ular ham nima deydi, kuyinganidan aytyapti. Azbaroy jon kuydirganidan. Rostakam jon kuydirganidan, shu hurmat qilgani uchun, shu meni xizmatim befarq qoldirmaganligi uchun aytishgan. Lekin men shu narsalarni o'zimga ep ko'rmayman. Qandaydir, balki to'g'ri hammani o'zini tanlovi bor bu dunyoda. Men umum insoniy qadriyatlarni, g'ururni, nomusni, orni, nima deydi, sharafli bir yigitcha umr kechirishda tarafdoriman. Aynan bir nima deydi, kimlarnidirgadir tiryog'lamalik qilib, kimnidir onasini ona deb, kimnidir dadasini dada deb, tizzasiga bosh qo'yib, uni tasavvur qila olmayman. Och qolsam qolamanki, bunaqa ish bundan keyin ham endi hayot oldinda kim nima bo'lishini Xudo biladi. Bundan keyin ham o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin deb ko'p duo qilamiz. Men endi umum nima deydi, o'sha o'zimni tajribamdan shu paytgacha yashab kelgan hayotimda ko'rgan, kechirganlarim, bo'lishi kerak bo'lgan narsalar yoki aksincha qilmaslik kerak bo'lgan ishlarni kichik tajribamizdan kelib chiqqan holatda bizdan yoshroq qatlamga, balki o'zimiz tengqurlar
kerak bo'lsa bizdan yosh ulug'larga ham bir eslatish uchun o'sha ijod mahsullari nafaqat ularni bir o'ynatishga yoki yaxshi kunini o'tkazish uchun bir manba bo'lishga, balkim ularga haqiqiy yaxshilikni eslatish uchun, to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun bir mayoq bo'lishini ham niyat qilaman, orzu qilaman. Shuning uchun ham oxirgi paytlarda yozilayotgan qo'shiqlar e'tibor berib qaralsa, hammasi tagida negizida shu istagim yotibdi. Aytaylik, uni YouTube'da, Instagram'da, ijtimoiy tarmoqlardagi ko'rishlar soni, prosmotrlarini soni 100 million, 200 million bo'lishi mumkin. O'shani orasidan hech bo'lmasa 10 tasimi, 100 tasimi, 1000 tasimi shu qo'shiqni eshitib to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsa, nimanidir hayotida o'zgartira olgan bo'lsa, shu qo'shiqlarim orqali ana shunda men haqiqiy natija qilgan bo'laman. O'tizga rahmat. Haqiqiy. Chunki men siz Siqilma qo'shig'im yangi chiqqan paytlarda aytishdi ham menga ko'plab xabarlar ham keldi, SMS tarzida, maktub tarzida. Juda qiynalib yurgan paytimizga to'g'ri keldi. Juda ham o'ylanib, siqilib, chora izlab, nima qilishni bilmasdan hayotdan to'yib turgan paytimizda chiqib qo'shig'ingiz malham bo'ldi deganlar ham bo'ldi. Aksincha bosar tusarimizni bilmay hayotni nimasini aysh ishrat surib hayotimizni bemantiq o'tkazayotgan paytimizda bu qo'shig'ingiz chiqib bizga haligi boshimizga bolg'a bilan urganday bo'ldi. Tafakkur qilishimizga sabab bo'ldi deganlar ham bo'ldi. Hammaga har xil tomonlama ta'sir qildi. Bu zo'rku. Qarang, maqsad eng faxrlanadigan jihati shu aslida. Albatta. Bunga har qancha faxrlansangiz, Amerikada o'qigan paytimda menga nimalarim aytardi, agentlar aytardi, sen 10 tarafdan qoshiqni olib chap tarafga qo'ya olasanmi? Ha, shungacha yozdirdi-da rezyumeda. Men aytardim, maqtanchoqlik bo'lib qoladi-yu, men hammasini yozadigan bo'lsam, nimaga maqtanchoqlik bo'ladi? Bu seni qo'lingdan keladigan, boshqaning qo'lidan kelmaydigan xislatlar bu. Buni yozishing kerak dedi-da. Bizda boshqachadirdim. Bizda naborot gapirsa odamlar maqtanchoqlik qilyapti, o'zini olyapti. Aslida inson mana shu tomonlarga haqiqatan ham shukr qilib ayta olish kerak qo'lidan keladigan taraflarini. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini hattoki shunaqangi kasal, bemor odamlar qo'shiqda eshitib tuzalib ketgan odamlar bo'lgan ekanda. Chunki ashula ruhiyatga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Shifoxonalarga borib ham aytib berdim ko'p. Aytib berdingizmi shularni? Ana ko'ryapsiz. Shifoxonalarga borib aytib berdim. Iltimos qilishdi, chaqirishdi. Mayli, shu orqali meni foydam tegsa deb albatta bajonidil borib, o'sha bemor yotgan, hattoki sanoqli kunlari qolgan bemorlar yoniga ham borib ijro qilib berdim. Ko'zda yosh bilan tashakkurlar aytishdi, minnatdorchiliklar bildirishdi. Endi ta'sirlanarli-da bu albatta. Shu so'zini o'zingiz yozdingiz, buni so'zini ham, musiqasini ham o'zim yozganman. Endi men aynan Siqilmani o'zim yozdim deb o'ylamayman aka. Nega? To'g'risini aytsam, men o'zim yozdim deb o'ylamayman, chunki men odatda qo'shiq yozsangiz, o'zingiz ham xonanda sifatida bilasiz bu narsalarni, so'zini, qofiyasini bir-biriga moslab, aytaylik, radiflarni keltirib, undan tashqari mana musiqiy tomonlama sayqallarini ham tasavvur qilib, yo'q, buni teparoqqa olib chiqishim kerak, buni pastga tushirishim kerak deydigan o'zini nimasi bor-da. Qonun qoidasi, tartib formulasi bor. Bu tayyor keldi-da bu menga. So'zlar qo'yilib, bu to'g'ridan to'g'ri tayyor shablon shaklida keldi. O'zidan demoqchisiz-da. Men shuning uchun ham buni hech ham o'zim yozdim deb o'yladim. Biz ijrochimiz shunchaki. O'zim yozdim. U beradi, biz ijro qilamiz. Biz shunchaki ijrochi. Zo'r gap. Men buni masalan aslo xato, xudo deb turib, masalan, bir-biriga moslashtirib turib to'qilganim yo'qdi. Bu joylarini demoqchiman. To'g'ridan to'g'ri keldi. Masalan, bugun naqorati kelgan bo'lsa, ertaga birinchi kupleti keldi. Yana bir haftadan keyin ikkinchi kupleti keldi. Qo'shiqni yozayotgan paytimda oxirida she'r aytish kerak degan xayolimga shunaqa keldi. She'r ham tayyor holatda keldi. Shunaqa tez bo'lib ketdi. Meni to'g'risini aytadigan bo'lsa, o'sha paytda meni qo'shiq yozishga imkoniyatim yo'q edi aka.
unaqa sharoitim yo'q edi dedi. O'zi tirikchilik zo'r va amal taqaq o'tkazayotgan paytida hech qayerda aytmaganman buni intervyularda. Lekin paytavanga qurt tushib qoldi deydi-yu, shu qo'shiqni yozdiraman degan, och qolsam qolaman, tirikchilik o'tmasa o'tmaydi, qarzga bo'lsa ham yozdiraman degan hadik qanaqadir ichimga nima g'ulg'ula tushib qoldi-da. Shu nima qilsam qilaman shu qo'shiqni yozdirishim kerak degan narsa tushib qoldi. Shu fikr Shu topshiriq berilgandek bo'ldi. Bu qo'shiqni yozdirish topshirig'ini bajarishim kerak bo'lgan bir nimada chiqarmaguncha halovat yo'q. Shu qo'shiqni to'lg'og'ida yurdim desam ham bo'ladi deyman. Shu qo'shiqni to'lg'og'ida, shu qo'shiqni tug'ilish jarayoni xayolida o'sha bir tomonlama zavqli ham bunaqa jarayonda. Lekin taxminan bilganman buni natijalari qanaqa bo'lishini. Yaxshi bo'lishini, bilganman. Balkim shuning uchun ham tezlashib ketgandir. Alloh. Bir kechada aka. Oxirgi tayyor bo'lganidan so'ng bitta kichkinagina bir syomka qilib olib beradigan bir SMMchi ukam bor. O'shani chaqirdimda biror joyda olaylik dedi. Bir haligi hatto studiyalarda shunga o'xshagan mana foto studiyalarda ijaraga berishadi, masalan 1 soat, 2 soat. O'shanga ham imkoniyat yo'q, hatto bor pul qo'shiqqa tikilingan. Ko'chada olamiz, qayerdadir chiroyli joyda olamiz. Eng bepul joy ko'cha. Ha. Nimada Milliy bog'ni soy bo'yida, shu Magic City'ga ulangan joyi bor. Soy bo'yida bitta chiroyli joy topib oldik kechqurun. Syomka qildik. Buni keyin montaj qilib tayyorlab berdi. 25-mart kuni edi. Ramazon payti. Saharlikda og'iz yopgandan keyin chiroyli duolar qilib Allohdan so'rab, shuni Instagramga qo'ydim. Endi saharlikdan keyin ko'p bomdoddan keyin uxlab olinadigan odat bor. Ko'z yumdim, ertalab shu 11:30larda turdimda, 4 soat, 5 soat oradan vaqt o'tdi. Shuni Instagramga qarasam 1,5 million ko'rishlar bo'lgan. 5 soatda. 5 soat ichida. Mashalloh. 63,000 repost. Wow. 63,000 komment. 63,000 ta. 63,000 komment. 29,000 ta repost. Voy. Ko'zimga ishonmayapman. Ko'zdan duv yoshlar chiqyapti. Nahot. Yig'lab o'raydi odam bunaqa paytda. 1,5 oymi yig'lab yurganman. Keldimi shu kun? 1,5 oy yig'lab yurganman aka. Bu joyga to'yga kiraman, bir joyga odamlar qo'shilib aytadi-yu. Beixtiyor ko'zdan yosh chiqaveradi. Men buni hozir aytdim, 96-yilmikan adashmasam niyat qilgan edim. 96-yil uyda televizor ko'rayotganimda Toto Cotugno'ni konsertini berganda. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano deb aytsa, o'tirgan minglab tomoshabin so'zma-so'z qo'shilib aytganda havas qilib, "Vau, meni ham qo'shib aytisharmikin" deb yosh bola go'dak hayolida ichimdan o'tkazib juda qattiq havas qilganman-da. Orzu berib yuborgan ekansizda. 96-yil niyat qilganman bu kunlar, bu narsalarni hayolimdan o'tkazganman. O'zi o'sha bolalik paytdagi qilgan orzularimiz, umidlarimiz, tasavvurlarimiz, haligi fikr moddiy kuchga ega deydi-ku, moddiylashib keladi-yu baribir bu narsa. O'sha narsa sabab bo'larmikin deyman-da, bolalik paytdagi shu qilingan yaxshi. Doim birovga bandasiga iste'dodni ham, qismatni ham bejiga bermaydi ekan-da. Hamma narsa behikmat bo'lmas ekan bu dunyoda. Bitta iste'dod berildimi, lekin o'sha iste'dodni namoyish qilishga imkoniyat yo'qmi? Omad kelmayaptimi? Lekin iste'dod bor bilasan. Bunaqalar 100 mingta. Juda ko'p. Shularga aytkim keladi, taslim bo'lmanglar. To'xtab qolish yo'q. Bugun o'xshamayapti ertaga o'sha indinga, 1 yildan keyin, 10 yildan keyin bir kun keladi sizga ham kuningiz. Uni g'alaba kuni deyman-da, men o'sha kun. G'alaba kuni. G'alaba kuni. O'sha g'alaba kuni keladi bir kun ham, bir kun sizniki ham keladi.
taslim bo'lmaslik kerak, ortga qaytmaslik kerak, bejizga berilmaganligiga iymon keltirib, o'sha kasbni rivojlantirishga, o'sha kasbni ichida o'zini rivojlantirishga harakat qilaverish kerak deb o'ylayman. O'zini ustida ishlaverish kerak, O'zini ustida ishlaverish kerak. To'g'ri. Men ham o'zimga sizni o'xshatadigan taraflarimdan yana biri o'quvchi pozitsiyasida ekanligingiz doimiy. O'rganishdan to'xtamaysiz. Albatta. Nafaqat san'atdan tashqari bo'lgan boshqa jabhalarga ham qiziqib o'rganasiz, a? Albatta. San'atni atrofidagi barcha jabhalarni meni kasbimga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan, uni rivojlanishiga ta'siri bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni albatta men singdirish. Masalan, aytaylik, mana sun'iy intellekt hozirgi kunda albatta juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan jabha. Endi adabiyotni-ku aytmasa ham bo'laveradi. Usiz umuman ijodkor o'zini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ijodkorman deyishga haqqi yo'q, adabiyoti yo'q odam. Meni shu borada mana onamni ona tili adabiyot o'qituvchisi ekanligi ham juda katta nimasi bor, hissasi bor. Ziyoli insonlar farzandlaridan ziyolilar chiqadi. Ziyolilar qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, jamiyatni ma'naviy boy bo'lishda juda katta o'rni bor, juda katta xizmati bor. O'shaning uchun siz ham adabiyotchining o'g'li, men ham adabiyotchining o'g'li, adabiyotga bo'lgan muhabbat shu onamizdan bo'lsa kerak, bolaligimizdan bizda. 5-sinfda o'qirdim adashmasam, Hazrat Navoiyning Hamsa dostonlarini o'qib chiqqan paytimda. Hammasini nechta baytdan iborat, bunga qancha so'z ketgan, bunga nima ketgan, matematikasi ham borda uning ichida Navoiy hazratlarini bekorga Hazrat Navoiy deyilmaydi-ku Alisher Navoiy. Xo'p, endi zo'r, juda ham yaxshi, gap yo'q. Chiroyli suhbat bo'lyapti. Yaxshi narsalar to'g'risida gaplashyapmiz. Sevgi fazosi ashulasini birinchi paytda yozgan paytimda effekt naполнения to'g'risida gapirmoqchiman. Ya'ni to'lish jarayoni va uni bir mavrudi kelar ekanda, odam to'lib bitta vaqtda kelar ekanda, Xudoy taolo o'sha paytda ol qo'lim dirkan, shu bilan hammasi o'zgarib ketar ekanda. Yengilmadingiz, yutqizmadingiz, kurashaverdingiz, harakat qilaverdingiz, shu katta san'atkor bo'laman deb kelgansiz Oltinko'ldan bu yoqqa Toshkentga. Katta maqsad qo'yib kelgansiz. Baribir bir chekkadagi odam poytaxtga kelar ekan, albatta maqsad uni olib keladi-da. Maqsad qo'yib keladi. Shubhasiz. Harakat qilingiz, to'xtamadingiz va bir kun keldi, o'sha kundan boshlab o'zgardi hammasi. Qo'ng'iroqlar boshlandi. Mashhur Muhammad eshitdingmi, mana shulasini, mana shulasini eshitdingmi degan narsalar bo'ldi-da. Menga yo'q, eshitmabman, hozir Telegramdan tashlayman. Tashashdi bitta. O'sha 29 mingning ichida repostda demak biz ham bormiz. Bilingki, chunki biz ham eshitib maza qilib Sevgi fazosi ashulasini yozdimda, yozganimdan keyin kechqurun uxladim. Tushimga Islom Abdug'aniyev kirdilar. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti. Soyuz paytda sorkavoy tangalar bo'lgan, agar bilgan bo'lsangiz, endi siz o'sha oralarda tug'ilgansiz. Soyuzda eng oxirgi tug'ilgan bolalar farzandlarim. Katta tilla sorkavoy tanga berdilar menga. Islom Abdug'aniyev. Shunda ertalab uyg'ondimda onamga telefon qildim. Telegrafga borib 5:00 u paytda Toshkent, Namanganda ulab beringlar. Namangan 3 kabina zaходите dedi, kirib. Opa, ha o'g'lim, yaxshimisan? Ona shunaqa tush ko'rdim. Mashtaqa bo'ldi. Kecha bitta ashula yozdim dedim. Ashula yozgandan keyin studiyadan uyga kelib uxladim, mashtaqa bo'ldi. Bolam tushida podshohdan sovg'a olish bu juda katta ne'mat bu bolam. Bu o'g'lim halol bo'ling, to'g'ri so'z bo'ling. Halol bo'ling, to'g'ri yuring o'g'lim dedilar. Bu yaxshi nimadan dalolat bu? Yaxshilikka gumon qilinadi faqat. O'zgardi-da. Shundan keyin ketdi Sevgi fazosini Oriya Dono radiosiga olib borib berganimda endi siz ham shu aytyapsizmi deganlar bo'lganda menga o'sha paytda. Ha, endi aytyapman, endi bir eshitib ko'ringchi dedim. Ketayotsam, berdimda, keyin ketayotsam 15 minutdan keyin telefon qilib, shu ashulani siz yozdingizmi rostdan? Ha, men yozdim. Vau, поздравляю. Tabriklayman. Umuman boshqa odam bo'lib telefon qilishyapti-da. Ozgina vaqt o'tgandan keyin ketdi shu bilan. Endi u paytda badiiy kengash degan nima? Kengash xatoni aytmas edi. Klip o'tmayapti, nima uchun o'tmayotganini aytmasdi Sevgi. Shu Sevgi fazosi ashula hamma yoqqa tarqalgan, ijrochisi qanaqa, ko'rinishi qanaqa, odamlar bilmaydi. Uni bildirish uchun klipni berish kerak-ku. Klip badiiy kengashdan o'tmayapti. Keyin kirib haligi shoiri bilan ozgina Sevgi fazosi degan so'z yo'q adabiyotda. Shuning uchun o'tmadi. degan gap aytishdi. Shunda men endi bu hozir joy chiqib qolgani uchun endi mavzu ochilyapti. Siz bilan shirin suxan yurakdan gaplashyapmiz, bemalol. Menga ham qiziq bu. Shoirga aytdimki,
Navoiy hazratlariniki o'tadimi dedim so'zlari. Desam, albatta o'tadi dedilar. Majoz degan narsa bor adabiyotda dedim. Desam, men adabiyotchiman, menga o'rgatmang buni dedilar. Okey, siz adabiyotchisiz. Hazrat Alisher Navoiy kecha kelgimdur debon ul sarvi gulru kelmadi, ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdimi bo'ldim yo'lida intizor, keldi jon og'zimga-yu ul sho'xi badxo kelmadi deganda jon og'zida turganmi Navoiyni dedim. Desam, yo'q dedi, bu o'xshatish dedi. Majoz dedi. Sevgi fazosi ham xuddi shunday, majoz. O'xshatish. Odam sevib qolgan paytda osmonlarda uchib yuradi, birinchi marta yaxshi ko'rib qolganda, sevib qolganda. Bu yerda majoz ketyapti deganimda, shunda Farhod aka Ro'ziy shani shoirda aytdiki, mot qildi-yu dedi. Tan ol dedi. Shaxmat o'ynashni bilmas ekansan dedi. Mot qildi bu dedi. To'g'ri gapirdi dedi. To'g'ri keltirib berdi hammasini dedi. Ertadan klipni qo'y dedi. To'lovlarini qilib qo'yganman pulini. Pul ham to'lab qo'yganmisan dedi. Ha dedim. Bizda ko'p narsadan xabarimiz yo'q ekan-a deb keyin nima bo'lib ketib, shunaqa qilib o'tkazib olganmiz. Qiyinchiliklar bilan. Qiyinchilik bilan erishilgan narsa har doim tatiydi-da, maza qilasan-da. Mehnating bilan erishgan narsaga rohat qilasan-da, kayf qilasan-da. Mana hozir o'sha kechalari bilan uxlamay boshqa qilib yozgan ashulangiz hammaga ommalashib ketdi. Chiqib aytganingizda qo'shilishib aytyapti. Undan tashqari bitta hit chiqdimi, keyingisi qanday bo'lar ekan deb ikkilanadi-da odam. Bilasizmi? O'tdimi shu narsa? Va menda o'tmadi lekin. Yo'q, bu o'tadi, bu o'tadi. Qanday nima uchun o'tmadi? Yoki bo'lmasa shunaqa hit bo'larmikin, yana shunaqa hit yoza olarmikinman degan narsa o'tadi-da men ijodkorlar. Men o'shanda balkim bir 25 yosh bo'lganimda yoki 20 yosh bo'lganimda o'tardi balkim. O'sha yoshda bo'lganman-da men chunki u paytda. Balkim o'tardi, lekin hozir o'tmadi chunki men har qanday natijaga tayyor edim. Bitta buni nima deydi? Birinchi bu siqilmani aytaylik, erishgan natijasini ko'rib, his qilib, o'sha o'zim o'ylagan maqsadni nimasiga yetganimdan so'ng, chig'irig'iga, pog'onasiga yetganimdan so'ng, undan keyin keladigan har qanaqa natijaga tayyor bo'lganman men. Chunki o'zi qazoyi qadarga ko'nib, har qanaqangi hayotimda bo'ladigan o'zgarishlarga tayyor bo'lib yurgan odamligim uchun ham shu kunlarni ko'rdim deb o'ylayman. Ko'pchilik rosa maslahatlar berishdi menga. 7-8 yildan beri meni borligimni ham esdan chiqarib yuborgan san'atkor do'stlarim telefonlar qilishdi. Endi bir yil to'xtab turasiz. Endi ashula chiqarmay turasiz. Buni ahvoti yetadi. Bir yil tirikchilik zo'r qilib oling, keyin bir yildan keyin yana boshqa ashula beraverasiz. Mana shunaqa maslahatlar beradiganlar bo'ldi. Endi timmiy haroy chiqarish kerak. Zo'r har oy onondan oling, monondan oling. Deyilganlar ham bo'ldi. Men endi shu paytgacha birovdan maslahat olmaganman-ku. Endi nima qilsamikin, mana qiynalib yurgan paytlarimda maslahat so'ramaganman-ku ulardan. Nima qilaykin men? Endi nima kerak ularning maslahati? To'ydan keyingi nog'orani nima kerak? Endi nima kerak? Bo'ldi, rahmat. Salomat bo'linglar, joninglar omon bo'lsin dedim-da. Shu bilganimni qilaverdim. Xudo nimani buyursa, ko'ngilga nimani solsa, o'shani navbat taqdim qilaverdim. Va hammasi ham nima deydi, yengil-yelpi. Endi ham haqqim yo'q-da, men yengil-yelpi qo'shiq aytishga. Yo'q, shunchaki ashula yozish bo'lmaydi endi. Umuman haqqim yo'q. Mana bu nimadan so'ng, bu o'zgarishdan so'ng endi har bitta aytgan ashulam mazmunan odamlarga foydali bo'lish kerak, manfaatli bo'lish kerak deb o'zimga o'zim shunaqa topshiriq berdim-da va shu yo'lda qanaqa natijaga erishishdan qat'iy nazar chiqargan qo'shig'imni ko'ngilga yoqqanini, o'zim xohlaganimni aytaverdim. Shuning uchun ham bilmaysan degan ashula chiqdi. Men birinchi marta eshitganimda kayf qildim. Ikkinchi eshitganimda ham kayf qildim. Bugun 3-marta yana eshitdim. Bugun uyga ketayotganda radioda ketdi ashulangiz. Bilmaysan. Radioda eshitib ketdim. Menda bor, misol uchun biz endi sevimli kun ko'rsatuvini keladigan mehmonlarning gruppasida doim ijro etadigan qo'shiqlar tashib beriladi-yu, treklari. Hamma kelgan san'atkorlarning treklari turadi baribir. Bizda eshitib yuraman. Playlistimda bor.
filmlar shular qatorida bor bu. Zo'r, juda ham yaxshi. Xo'p, yana nima to'g'risida gaplashsak bo'ladi? Prezidentga xat yozganligingizni eshitib men hayron qoldim, qoyil qoldim. Siz, ya'ni O'zbekiston respublika birinchi prezidentiga xat yozgansiz-a uni? 2001-yilda. 63 yosh bo'lgan paytlarida. 63 yoshga to'lgan. Bu ham bejiz bo'lmaganda, chunki 4-5 ta xursandchilik bir paytda bo'lgan o'sha paytda. 21-asr kirib kelgan. 3-ming yillik kirib kelgan. Millenium. Yangi yil prezidentimiz 63 yoshga, payg'ambar yoshiga to'lganlar va saylovda g'alaba qozongan. 5 ta sabab. 5 ta sabab bo'lgan. Shundan bir ta'sirlanib, bir o'quvchi tilidan o'sha yurtda bitta kichkina bir bolakayni ijod bilan hamnafas yurgan bir bolani tilidan samimiy qutlovlar bo'lganda, hech qanaqangi manfaatsiz, hech qanaqangi iltimos, anaqa so'rovnomalarsiz to'g'ridan to'g'ri tabrik, samimiy dil izhorlari bo'lgan. Va o'sha o'ylagan maqsadlarimni yozganimda, uni Xudo xolasa kuni kelib shu katta maydonlarda, bayram, mustaqillik, Navro'zlarda sizni qarshingizda turib, kuylab, siz bilan ko'rish nasib qilsin deb yozilgan maktub edi. Shuning uchun ham balki yonlarigacha yetib borgan deb o'ylayman. Shuning uchun ham. Ba'zi ichini ochib ko'rsa kerak, bo'ladigan xatlarni. Xat yozmay qo'yding deganlarda qotgan ekansiz. Keyin oradan 12 yil, 13 yil vaqt o'tib, o'sha sahnada mustaqillik Navro'zlarda chiqa boshladim-da. O'sha Navro'z tantanasi edi, shu o'zi shaxsan o'sha Islomxon G'aniyevich nimasi bilan shu sen bahoni sog'inmadingmi degan qo'shiq bo'lardi, hech kim aytmayapti-ya shuni. Ikromjon Bo'ronov. Shuni hech kim aytmayapti-ya degan ekanlar. Shunga kasting bo'lgan. 50 ga yaqin san'atkorlar ichida meni tanlab olishgan. Meni ijroim ma'qul bo'lib, Shavkat Miromonovich bu yerda bosh vazir bo'lib ishlardilar. Aynan o'zlari tanlov qilganlar. Shavkat Miromonovich o'zlari tanlov qilganlar-da. Mana shuni ovoz tushibdi deb turib, aynan meni ijroim ularga ma'qul bo'lib, o'sha dasturda sen bahorni sog'inmadingmi, Navro'zda kuylab chiqqanman. Zo'r. O'sha paytda keyin oxirida hamma san'atkorlar bilan ko'rishayotganlarida meni alohida ko'rish yuzlarimdan o'pib, hozirgacha mashatimni yuvmayman. Men mashatimni shuna qoldirib ketaman. Keyin gazini bos bolam. Sen zo'rsan bilib qo'ymang, sen bilaman deganlar. Keyin bir qadam qo'ygandan keyin orqaga qaytib turib, nima xat yozmay qo'yding, katta bo'lib qoldingmi deganda. Men uni avvalani o'zim xatim bilan bog'lashimni eslashimga vaqt ketgan, nima? deb kulib, keyin yana keyingi odam bilan ko'rishib ketganlar, keyin menga tepib qoldi-yu. Qanaqasiga eslash mumkin? Millionlab aholi bor. Millionlab. Minglab xat keladi kuniga. Aniq. Uni bir aytaylik, bir 3 tasi kiradimi, bittasi kiradimi? 13 yilda nechta xat kirgan bo'lishi mumkin? O'shani qanaqa qilib meni eslab qolish mumkin? 63 ta tabriklagan bo'lsangiz, bu yerda 76 lar 13 yil o'tib, to'g'rimi? Qanaqa qilib eslab qolish mumkin deb o'ylayapman-da men. Hayratda qolganman. Meni juda taajjublantirgan bu hodisa. Albatta, quvonarli. Unutilmas bir xotiralar sifatida ayolimda saqlanib qolgan. Sportchilarimizni dunyoga chiqayotganlarini ko'rib xursand bo'lamizki, mamlakatni dunyoga tanitadigan soha vakillari bu sport bilan san'at sohasidagi insonlardi ko'proq. Hozir bizda sportchilarimiz zo'r natija ko'rsatishyapti. Zo'r, ko'rsatamiz. San'atkorlarimiz ham harakat qilishimiz kerak, eksport bo'lishga yoki tayyor turishimiz kerak. Shu maqsad, asosiy maqsad shu hozirgi kunda o'zi asosiy maqsad. Allohga shukr, mana shu o'tgan yil juda unumli yil bo'ldi. SNG davlatlarining ko'plarida konsertlar berdim. U yerda yashaydigan yurtdoshlarimiz uchun ham va mahalliy aholi uchun ham. Shu joylarning mahalliy aholi uchun. Va yil yakuniga yaqin Amerika Qo'shma Shtatlarida ham konsert berdim. Voh, zo'r-ku. Qaysi shtatida bo'ldingiz? Nyu-Yorkda, Bruklinda
Oceana degan bir teatrda katta bir konsert dasturi taqdim etdik. Qanday zo'r, qanday rohat. Repertuarni ham international qildingizmi yoki bo'lmasa faqat o'zbekona ashulalar bo'ldimi? Ya'ni ingliz tilida yoki SNG davlatlarida bo'lganda rus tilida ham ashulalar bo'ldimi yoki faqat o'zimizni? Faqat o'zbekcha ashulalar bo'ldi, chunki kontingent u yerda nima bo'ldi-da? O'zbeklar, qirg'iz, tojik, qozoqlar u yerda istiqomat qilayotgan va rus millati vakillari ko'proq u yerda bo'lishdi. Lekin o'sha yerda Oceana teatrini xodimlari u yerda nima deydi, faoliyat yuritayotgan Amerikani tub aholisi, fuqarolari ham alohida kelib minnatdorchilik bildirib, rasmlarga tushib, sen zo'r ijrochi ekansan degan bir chiroyli ta'riflar berishdi. Bu nima deydi, yil boshida umuman boshqa rejalarda yurgan, yilni qanaqa o'tishini tasavvur ham qilmagan, o'zini tashvishlari, o'zini nima deydi, hayollari bilan yurgan bitta yigit uchun bunaqa yilni yakunlash Alloh tomonidan berilgan katta bir ne'mat deb hisoblayman. Maqtov sizga yoqadimi? Albatta. Albatta. U narkotik singari-ku, kimga yoqmaydi deng? Yo'q, gap nimada? O'zim bilib turgan narsa bo'lsa u. Yo'q, rostmana maqtov albatta. O'zim bilib, o'zim shunaqa natija kutgan narsamni ular anglab yetganini his qilish o'zi. Yo'q narsani albatta agar men o'zim hali tushunib yetmagan narsani agar gapiradigan bo'lsa, kimdir menga g'ayritabiiy tuyuladi. Begona bu narsalar menga. O'zim bilib anglab baribir bilasiz, xohlasiz, xohlamaysiz, maqtanchoqlik yo'yishi mumkin ko'pchilik. Boya aytdingiz-ku, buni bundan bu yoqqa olishingni ham yozgin degan. O'zingni nech pul turishingni bilasan-da, baribir. Nima qo'lingdan kelishini bilasan. O'shani to'g'ri baholay bilish va to'g'ri sota bilish kerak ekan. Men o'ylaymanki, shuni yaxshi bilgan odam va mana shu mezonni yaxshi ushlagan odam izohlardagi negativga ham e'tibor bermaydi. Chunki o'zingni qanaqa ekanligini bilasan-ku. Santorinda kim nima yozishdan qat'iy nazar deyman. Ha? Zo'r. Bir xil paytlarda masalan zo'r fikrlar kelyapti-da, lekin boshqa o'tib ketib qolyapmiz. Va fikringizni bo'lgim kelmayapti. Oxirgacha men shunga o'rganmaganman haligi suhbatdoshning fikrini bo'lishni yomon ko'raman men. Ha, aytmoqchi bo'lganim, misol uchun bir xil paytlarda men ham to'yga yo aytbetga boradigan bo'lsam, viloyatlarga borsam, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, aktyor, rejissyor, xonanda da qilib ko'paytirib borishadi-da. Men aytaman, do'stim, shu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Samandar Hamroqulov bo'ldi, yetadi. Yoki aktyor va xonanda Samandar Hamroqulov bo'ldi, yetadi. Rejissyor, boshlovchi, bobo kerak emas bunaqa narsalarni sharhlab berish. Xalq o'zi biladi. Mana shunaqa paytlarda bilasizda, misol nimadir yoqadi, nimadir yoqmaydi. Kimdir sizga haligi paxta olib berayotgan. Yoqtirmaymizda unaqa narsani to'g'risida, chunki o'zimizda fitratimizda yo'qda chunki birovga paxta qo'yish degan narsa. Shunga biz voqea nima kelib qoldi. Ko'p ibrat sifatida shuni o'zim eslab ham nima boshqalarga aytib ham yuraman. 1977-yil Raj Kapur, Hind kino afsonasi Raj Kapur O'zbekistonga kelganida, uni aeroportda kutib olishga munosib san'atkor qidirishgan ekanda. Endi O'zbekistonda kim uni kutib olishga loyiq deb va eng munosib nomzod sifatida Tamara xonimni tanlashgan ekan. U kishini kelgan aeroportda nimada non tuzlarni yeb, nimalarni to'rlarni kiyib tushayotganlarda ularni qarshisida turib tarjimon tanishtirayotgan ekan. SSR xalq artisti, ko'plab mukofotlar sohibi, mehnat faxriysi, Oltin yulduz, Mahatma Gandhi mukofoti, bir bola kapalak, olmos kapalak mukofoti sohibasi, 53 ta mamlakat nimasi faxriy fuqarosi bir narsalar uzoq vaqtdan shu Tamara xonim desalar, Raj Kapur degan ekanda. Qo'lini cho'zib, Raj Kapur va shu bilan hammasi. Men o'ylaymanki, tarozini o'sha bosib ketdi ko'proq. Men o'ylaymanki, endi bu bilan Tamara xonimni shaxsiyatiga nisbatan hech qanaqa hurmatsizlik qilmoqchi emasman. Juda ham havas qiladigan darajadagi ijod yo'lini bosib o'tgan inson, lekin gap unvonda emas.
isming unvoning bo'lgani qanday go'zal. Albatta. To'ppa-to'g'ri aytasiz. Ismingni jaranglashi bilan hamma narsa ma'lum bo'lib turgani qanday go'zal. Ana shu darajalarga yetishtirsin ilohim. Albatta endi unvonlar bu rag'bat. San'atkorni bir nima deydi? Kelgusi ijod mahsullari uchun yaxshi ijod yurish uni borligini davlat his qilayotganini, davlat uni borligini anglayotganini his qilish uchun ham kerakli bir nimadir. Rag'bat, e'tiborda, e'tibor ya'ni. Lekin o'sha aytganimizdek, seni nomingni o'zi unvonga aylansa, bu bundan yuksagi bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Andijon deganda, mana misol uchun O'zbekistonda 12 ta viloyati bo'ladigan bo'lsa, 12 xil xalqda endi. Lekin hammamizning urf odatimiz bir va hokazo va har birimizni o'zimizga yarasha faxrimiz bor. Surxondaryo desa alpomishlar yurti deydi. Xorazm desa misol uchun Zamaxshariylarni yoki bo'lmasa qancha odamlar bor eslaymizda. Andijon deganda albatta Zahiriddin Muhammad Bobur, ulardan keyin Sherali Jo'rayevni eslaydi hamma. Sherali Jo'rayev, Andijon faxri, Andijonni yuzi, O'zbekiston xalqining faxri, o'zbek san'atini darg'alaridan, ustunlari, poydevorlaridan biri Sherali Jo'rayev. Har bir viloyatning o'zining Sherali Jo'rayevi bor, bilasizmi? Hammasi albatta Sherali Jo'rayevni aytadiganlar bor-da, ko'pda. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlaridan aytganmisiz siz ham bolalik paytingizda yoki bo'lmasa Andijondan chiqadigan ko'p san'atkorlar taqlid bo'ladi-da, baribir sheraka bo'ladi-da hammasi. Sizda taqlid emas, qo'shiqlardan aytganmisiz yoki xohish bo'lganmi qo'shiqlarni ijro qilish? Endi Sherali Jo'rayev havas qilmasligining iloji yo'q ijodkor. Shunday. Men hozir mana siqilmani aytdim-ku, bu men yozganman deb hisoblamayman o'zi vahiy kelgan. Ana shunaqangi qo'shiqlarni o'zi kamida 100 ta bo'lsa kerak Sherali Jo'rayev ijodida. Shu haligi Alloh bergan samodan ohangiyu so'ziyu samodan tushgan. Hazrati Navoiyni murakkab mazmunan va tahlil qilish oson bo'lmagan g'azallarni yoki shaklan ham mazmunan ham murakkab g'azallarini musiqa shaklida odamlarga yodlatishga sabab bo'lgan inson. Zo'r baho berdingiz. Juda ham to'g'ri. Juda ham to'g'ri. Bu hayotdan ularga qo'yib bersang maktabda o'qimaydi, maktabda kitob o'qib, Xo'p. Nozaninlar benavolarga tarahhum aylangiz. Demaydi, hech kim o'qimaydi uni. Hech qachon. Lekin ana u go'zal ohang bilan qanaqa qilib miyasiga, hayoliga o'sha g'azallar qaysiki biz o'qishimiz, yodlashimiz shart bo'lgan g'azallar o'zi hammasi. Bizni ma'naviyatimiz uchun, tarbiyamiz uchun kerakli bo'lgan so'zlar hammasi. Shunga sababchi bo'lgan odam. O'sha missiya bilan tug'ilgan odam deb hisoblayman Sherali Jo'rayev uchun. Havas qilmasligida u kishiga taqlid qilmaslikning iloji yo'q. Lekin taqlid qilish uchun ham qandaydir nima bo'lish kerak-da? Ovoz paychalarini ham o'xshashli tomonlari bo'lishi kerak. Meni ovozim tug'ma, nima deydi? Tenor baland notalar uchun, baland notalarni kuylash uchun mosroq ovoz. Ustozning qo'shiqlari ko'proq haligi zalvorli pardalarda yozilingan. Lekin tinglash borasida albatta uzoq yo'lga chiqdingmi? Ustozning qo'shiqlarini ko'plarini playlistimga joylaganman. Qo'shilishib aytib ketasiz. Miriqib ketaman. Qachonki to'ylarda ham agar navbatchi shaklda o'tkazayotgan bo'lsak, so'rab qolsa aytib beraman. Chunki nima deydi? Jahon Jo'rayev men do'stim. Biz tengqurmiz u bilan. Birin-ketin tug'ilganmiz o'zi. Mencha menga aytishimga e'tiroz ham qilishmasa kerak ular. Ustoz o'zlarini ham ko'p duolarni olganmiz. E'tirozlari yo'q. Haligi Zohir Shoh bilan ham biz suhbat qildik-da. Suhbat qilganimizda Zohir Shoh ham aytdiki, "Aka, bu dadam rahmatli aytgan, otam aytgan buni. Bu bir bog'. Meni ijodim sizlarga qoladigan bir bog' bo'ladigan bo'lsa, odamlar kelsin, shu bog'ning mevasini ussin, yesin, borib bola chaqasiga yedirsin. Ya'ni ijodimni, qo'shiqlarimni aytsin, gap yo'q, lekin buzmasin.
o'zgartirmasin. Aynan. Hozir boshqasi kelib ko'chat tagi bilan uzib ketaman deyapti yoki kelib bu daraxtni boshqa taraf bilan payvand qilaman deyapti hozir. Ana. Gap shunda. Buni himoya qilish senlarda bo'yningga deb otam vasiyat qilib ketganlar deyapti-da. Va bundan keladigan har qanday tiyinigacha bo'lgan narsani siylay rahim ehson uchun ketadi hammasida. Men nima demoqchiman? Hazrat Alisher Navoiyni g'azallaridan kuylagan hofiz shunga xos yashaganda bu odam. To'g'ri. Shunga xos yashagan ekanlar-da. O'shaning uchun men aylayman, xoslik ham juda muhim narsa. Juda har tomonlama. Aytdim, tanlangan odam bo'lgan u inson. Aynan shu missiyani bajarish uchun mana shu samoda turgan deylik daraja nisbatidan o'sha samoda turgan bir g'azal shaklidagi ohangni odamlarni qalbiga singdirib olib kirib olgan odam. O'sha ishni bajarish uchun dunyoga kelgan odam deb hisoblanadi. Qarang, o'zlarini yozgan she'rlarini, g'azallarini ham eshitadigan bo'lsangiz, so'zlarini qanday chiroyli kelgan, o maza qilib olasiz. Bitta qo'shig'imiz sizga hali g'oya paytida poyezdda ketayotib eshittirgan edimiz. Aylanaydi. O'sha ashulada oxirida faslingga yetishmoq uchun har nega tayyoring bo'lay deb boshlangan so'z kelganda menga. Oxirgi u 5ligida, 4lik emas, 5ligida. Oxirgi 4lik yozilgan 5-qatorga nima yozibsanmikin desam, boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay degan so'zlar kelib qoldi. O'shani bir haligi bir parcha sifatida kiritdim. O'sha 5-qatorga o'sha so'zni kiritdim 3-kupletga. Buni birinchilardan bo'lib eshitgansiz, zo'r narsa bo'ldi Mashhurbek deganim. Shirin suxan davom etadi o'rtoqlar. Biz choyimizni yangilab oldik. Biz o'zbek xalqi juda ham choyni ichishni yaxshi ko'ramiz. Choy paytida suhbat ham zo'r ketadi. Ayniqsa biz vodiyda odamlar juda ham choy qo'yib bo'lsa kerak. Juda. Ayniqsa men. Ayniqsa siz. O'tkir qilib olib, achchiq qilib, miyaga dam beradigan choylar. Xullas, Alloh rahmatiga olsin. O'sha to'yda shunaqa to'y bo'lganda, bunaqa to'ylar Andijonda ko'p bo'lib turadi. To'yda egasi to'yboshi ustozi chaqirgan jo'ray. Kuyov bola meni chaqirgan. Katta avlod va yosh avlod. Katta avlod, yosh avlodlar. Endi ikkalasi ham o'zlarini nima deydi, xohishlarini teng bajarishganda, biz hammamiz kelib o'zimizni musiqachilarimiz bilan ikkita san'atkorlik, ikki xil musiqachilari birgalikda bo'lib o'tkazilgan. Endi men 4 ta aytaman, sen 4 ta aytasan deb boshdan kelishib olingan bo'ldi ustoz. Bo'ldi, siz aytsangiz ham biz eshitib o'tirman, maza qilamiz. Ya, pulingni olgansan, aytasan-da sen ham. Shunday gaplashib o'tirilibdi. Endi qo'shiqlar orasida Aynanaga navbat yetib qoldi. Endi o'zlari bilan gaplashmagandim-da. Shohjahonga aytganman. Shu bir qator so'zlardan foydalandim desam, bemalol do'stim degan edi. Kuzatib turibman, chetda to'yni egalari bilan, ularni katta aziz mehmonlari bilan o'tirgandilar. Aynan o'sha joyga kelganda yomon ko'zdan asraguvchi, bo'yningda tumoring bo'lay, sevgilim degan so'zingga yolg'iz xaridoring bo'lay, boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay. Ay deb ketyapman, endi qaradilarda. Nakedi. Voyda, qo'shiladiz endi. Qo'shiladi. Hazilonaligini bilib turibman, ko'nglim sezib turibdi. Qo'shig'imni tugatdim-da, rahmat deb. Endi yana tabriklarga, so'zlarga navbat kelgan edi. Shundan yugurib olib, labba ustoz desam, meni so'zimni olganingdan xabarim yo'q. Oldimdan bir og'iz o'tib qo'ysang bo'lmasmi dedilar. Men atirgulim atringni soch, mayli etgan horing bo'lay. Aruz vaznida yozilganligi uchun ko'p Erkin Vohidov va nimalariga, she'rlariga ko'p murojaat qilganlar-ku ustoz. Bu aruzni ham Erkin Vohidov so'zida bo'lar ekanman-da men. Endi nima deydi, Shohjahon o'rtog'imga aytganman, lekin ustoz yolg'iz oldidan o'tganman, shu bitta qatordan foydalanyapman deb. Endi Erkin akadan
so'rashga ulgurmadim. Как раз o'sha yilni boshida o'tib qolgan edilar. Mart, aprel oylarida olamdan o'tganda. Erkin akadan so'ra olmadim. Endi zamda biroz duo qilib berasiz. Qanaqa Erkin aka? Sherali aka yozgan buni she'rini dedilar-da. O'sha go'zal nimani o'zlari yozganligini va o'zlari ham ko'p qo'shiqlarini, so'zlarini yozganligini o'shanda tushunganman. Va o'zlarini ham qalami zo'r bo'lganini. Qiyosni qarang, sochingda qasding bormidi jonon, kessan ostidan, tuproqqa ketdi to'lg'anib g'addor qaychini dastidan, erkakcha qirt ishlab uni ro'ymol yulindi ustidan, nozik beling bo'ldi judo qirqta haqiqiy do'stidan. Qanaqa majozni qarang. Voy, go'zal. Keyin yana bir bor meni nima deydi, ustozdan duo olganman, o'sha bir qator so'z uchun ham hatto. Bir qator. Albatta. Havasda bu nima? So'zga mos kelib qolganligi uchun foydalangan bir ijodiy eksperimentlarda. O'zlari alohida duo berganlar, mayli bolam, omadingni bersin deb. Keyin o'shanda yana bir bor kashf qilganman. O'zlari faqat bastakor, ijrochi, balki yaxshi shoir sifatida ham alohida o'ringa ega san'atda. O'sha voqea bu narsani menga qayta eslatib turadi va men ham o'zim she'r yozib, o'zim musiqa bastalab, o'zim ijro qilganimda fikrimni to'liqroq bayon qilish uchun o'ylayotgan va aytmoqchi bo'lgan so'zlarimni musiqa bilan uyg'unligini mukammal tarzda ifodalash uchun bu Xudo tomonidan berilgan eng kerakli omil deb o'ylayman. Hamma ijrochilar ham muallif bo'la olmaydi. Bu ham har kimga berilgan qobiliyat emas. Juda ham sanoqli, o'zi so'z yozishi mumkin yoki o'zi musiqa bastalashi mumkin va o'sha musiqasi ommalashishi mumkin bo'ladigan imkoniyat hammaga ham berilavermaydi. Allohga behisob shukronalar aytaman shu qobiliyatni bergani uchun. Sizning qalamingiz yaxshi qalam tebratasiz. Hattoki sizni yozgan masalalaringiz hozirgi paytda san'at oqida sahna nutqi darsida dasturga kiritilgan masal bo'lganligidan men wow devordimda, to'g'ri so'zida mashhur krassavchik. Bu bolaligidan qilgan harakatlari, mehnatlari har qanday odamniki ham, masalan, biz Krilovni masalan uchun tarjimalari bor, yoki Pushkinni masalalarini tarjimalari bor. O'zbekcha yozilgan masalalardan yoki o'zbekcha nimalarni kam ko'rardik-da. Asosan ko'proq ertak kitoblar yoki bo'lmasa Quddus Muhammadiyni yoki nimani Sariq devni minib degan ertaklari masalda, lekin zo'r. Va talabalik paytimda kunlardan bir kun Kashshay o'lmoqchi bo'lib qoldi. 5000 yillik umri ham joniga tegib qoldi. Sirtmoq qilib arqondan o'zini osib qo'ydi. Ulkan xarsang toshlarga boshini bosib qo'ydi deb yozgan paytlarim bo'lgan. Xuddi Kashshay. Chunki o'lmas Kashshay, u o'lmas Kashshay, u ham kimga ko'ngil qo'ysa ham, muhabbat qilsa ham, boshqa bo'lsa ham, lekin hammasi o'lib qolyapti-da, bu o'lmayapti, bu ketaveryapti. Oxiri bu o'limdan battar bunaqa yurish. Nima qilsam ekan, shu jonimni olgin deb so'raydi-da yaratgandan Kashshay. Shu to'g'risida yozgan edim o'sha paytda. Talabalik paytda qaynaydi-da baribir. Yoshlik paytda mana hozir katta bo'lyapsiz, farzandli bo'ldik. Ulg'ayyapmiz, qarashlarimiz o'zgaryapti, qadriyatlar o'zgaradi katta bo'lgan sari. Shu o'rinda lekin muallif sifatida yaxshi ijro, nafaqat yaxshi ijrochi, balki yaxshi shoir sifatida sizni padar buzrukvoringiz Rustamxon Raqulovni ham yodga olish menimcha o'rinli. Albatta, bu hammasi otamizdan. Chunki men qiziqchi sifatida ham faoliyat yuritganligim uchun hamma qiziqchilarni deyarli ko'p repertuarlarni yoddan bilaman. Rustam akani ijroda hatto intonatsiyasigacha eslab qolgansiz, bilaman men sizni. Shu orqali o'zi san'atga kirib kelingan. Shu eslab qolish qobiliyati orqali ustozni ham bitta narsalarni ijro qilganman men. Hazrati Navoiyni g'azallarini nima nomidan, mast odamni nomidan o'zgartirgan muhammaslari bordir.
kuy g'azal qaytadan tirnar yaramni, tag'in eslatdi u mash'um haramni degan g'azallarni aroq, vino, qaytadan tirnar monolog sifatida yozgan. Eslasangiz kerak. Shuni men 80-yillarda. Shuni men ijro qilganman bir paytlar. Tag'in eslatdi bu Fentu restoranni, faqat bir iltimos, ulfatlar to'planganda, aroq, vinolar ochilganda va qulqullatib stakanlarga qo'yilganda, men qurmag'ur alkogolni esla, yod et, unutma doimo ruhimni shod et, unutmas men senla tirik men, sening ishqing ila o'rtanur butan, senga katta butilkadan haykal qurur men va konyakni to'ldirib qo'yib har zaman oyoqlaringga yiqilib probkalaringdan o'par men degan juda bir go'zal. O'sha 800 paytda endi juda bir ichkilikka hammaga nima qilingan payt bo'lganda, ro'ja qo'yilgan payt bo'lgan hammada o'sha paytda shu narsalarni bir tanqidiy nuqtai nazardan qarab yozganlar. Shuni rosa ichganlarda davrasiga kirib aytib berardim o'sha paytlarda. Ular biz hozir bu tanqid qilyaptimi bu bizni yo kuldirmoqchimi deb hayratda qo'lishardi. Tushunadigan odam tushunib oladi o'zi. Tushunadigan odam tushunib oladi. To'g'ri aytasiz. Yoz yaxshi. Yozdan keyin kuz bo'lar. 99 ga agar birni qo'shsa 100 bo'lar degan hazil she'rlari bo'ladi. Haligi nima avtobaza haqidagi latifani ham she'riy qilib ijro qilgan. Bu yangi janr bo'lgan. O'sha payt uchun katta bir nima bo'lgan. Revolyutsiya bo'lgan. O'sha payt uchun katta yangilik bo'lgan. Yana qarang, Namanganda turib shu ijodni qilingan o'sha paytda turib. Kasetalarda tarqalib respublikaga yetib borganda lekin. Shuning uchun ijodkor men o'ylaymanki, u qayerda yashashidan, qayerda istiqomat qilishidan qat'iy nazar ijodi to'xtamasa, agar eslashim bo'yicha menimcha hali 40 yoshga ham to'lmasdan olamdan o'tganlar. 36 yoshda o'tganlar. 36 yoshda. Men o'sha yoshdan o'tdim hali. O'tganimni 38 yoshdaman hozir. Qarang, 36 yoshgacha nimalar qilishga ulgurgan. 3 ta farzandni dunyoga keltirib, Rustam Xolmaqulov degan nomni butun O'zbekistonga tanilishiga urgan. Men 37-38 yoshda olamdan o'tgan ko'p ijodkorlar bor. Bu Oxunjon Madaliyev olishimiz mumkin. 37 yoshda olamdan o'tganlar. Haqiqatda ijod yo'lini olib qarasang juda zalvorli asarlarni meros qilib qoldirishga ulgurgan. Ruhlari shod. Gap qancha yashashda emas, qanday mazmunli va sermahsul hayot kechirishda ekanda. Shuning uchun Ergash Karimov aytgandilar. Rustamjon qisqa yashadi-yu, lekin yo'g'on yashadi. Qalin yashadi deganlar o'shanda. Ergash Karimov shu bahoni berganlarda. Alloh rahmatiga olsin. Ruhlari shod bo'lsin iloyim. Biz endi baribir bizni har qancha yutuqlarimiz bu ota-onamizni mehnati, ota-onamizni zahmati, ularning duolari albatta. Bugun ikkita onasini duosini olib, bobolarining duosini olib, hozirgi paytda xalqning duosini olib kelayotgan ikkita inson suhbatlashyapmiz va muchalimiz ham to'g'ri kelar ekan demak adashmasam. Siz 87 bo'lsa muchal nima bo'ladi? Quyonmi? 78. Siz 38 bo'lsa men 48 da hozir. Rovna 10 yosh. 39 ga kiramanda iyunda. 39 ga kirasiz. 9 yosh farqimiz. 9 yoshmi? To'g'ri, matematikada sal mana shunaqa tomonlama. Hijolat. Bu joyni montaj qo'lingizda o'zingiz qolgani ma'qul. Suhbatimiz juda yaxshi bo'ldi. Men jurnalist emasman. Men aktyorman. Shuning uchun aktyor nuqtai nazardan, do'st, aka-ukachilik nuqtai nazardan bu suhbatlashkim keladi-da hamma bilan. Bugun maza qildik. O'ylaymanki, biz suhbatimizni ko'rgan odamlar ham o'zi uchun bir qanaqadir bir ma'naviy bir ozuqa olsa, unaqa ma'naviyat beradigan odam deya olmaymiz. Qat'iy nazar, baribir boshimizdan o'tgan narsalarni hammasini bo'lishdik. Mashhur Muhammad deganda siz faqat uni hit ashulalarini emas, balki hayotidagi o'tkazgan mana shunaqangi bir davrlarni ham, kunlarini ham hammasini ko'z oldingizga keltiring, eslang. Mehnat. Bahodir Yo'ldoshev, Mirzakam rahmatli Azizov bir oyligimni olib teatrda ishlab kirsam, bitta oyligimga bir kilo go'sht berar ekan xolos Samandar. Bahodir Yo'ldoshev oldiga kirib, Bahodir aka, men Chustdan Toshkentga katta san'atkor bo'laman deb kelganman. Bir oyligimga faqat bir kilo go'sht beryapti-yu. Nima qilayman?
deganda иди работай, работа спасет. Работай degan ekanda. Bahodir aka shunaqa degan ekanlar. Mehnat qil, ishla, shu mehnat seni yuzaga olib chiqadi. Mana Xudoga shukr dedi Samandar. Qancha mehnat qilyapmiz. Rahmat qilsin. Ajoyib inson. Ruhlari shod bo'lsin. Shirin suhbatimiz juda ham chiroyli suhbat bo'ldi va bugungi mehmonimiz mashhur Muhammad bo'ldi. Xursandmisiz? Suhbat yoqdimi? Zerikmadingizmi? Juda go'zal, maza qildim aka. Men sizni bolaligimdan yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Inson sifatida, aka sifatida, o'zim akam deb bilaman. Sizni o'sha Bo'lg'ay degan qo'shig'ingiz chiqqanda men maktabda qanaqa maqtanganimni bilmaysiz. Meni akam bo'ladi bu odam deb. Men bitta tarixda qolish uchun bitta haligi o'zimizni nima deydi, esdan chiqarmaydigan bir voqeamizni aytib beray. Suhbat so'ngida 97-yil 30-dekabr kuni biz o'sha odatdagi syomkadan ha-ha-ha-ni birinchi sonida o'shanda tushgan edimda men. Yangi yil soni bilan boshlanganda ko'rik-tanlovdagi ishtirokimdan so'ng syomkada ham qoldirishgan va kech qolib ketganmiz. 30-dekabr sanasida poyezdda hali umumiy vagonida plaskart deydimi? O'shaqa plaskart vagonidan zo'rg'a bilet topilgan. U ham haligi 3 talik qatorda eng tepasida. Onam ikkalamiz haligi bunday qilsang boshing tegib qoladigan joy bor-ku. Mana bu yerda turadi lampasi. Mana shu turadi. Onam ikkalamiz o'sha bitta dona bilet olganmiz. Endi men kichkina bola 10 yosh bola bo'lganim uchun eplab ketamiz deb o'tirib ham ketaveramiz deyilgan. O'shanda Xudoning qudrati bilan Samandar akam bilan bitta joyga tushib qolgan ekan. Ular ham o'qishdan haligi ta'tiliga uyga Yangi yil o'tkazish uchun ketayotgan paytiga to'g'ri kelgan. Andijon Toshkent poyezdida bular Namanganda tushib qolishlari kerak bo'lgan. O'shanda ularning joyi pastdan bo'lganda, o'sha pastni biletini onamga berib, bizni joyimizga chiqib yotganlar Samandar aka. O'sha tepada bosh tegib qoladigan joyda nafaqat o'zlari yotganlar, meni ham yonlariga olganlar. Ikkalamiz solashib, men kichkina bolaman, bular talaba, yosh yigitcha. Ha, Mashhurbek, hali bu kunlarni eslab yuramiz. Boshimiz tegib qoladigan joylarda ketganmiz, ha, deb eslab yuramiz deb qarang, bejizga bo'lmagan shu paytlar. Alhamdulillah. Hozir mana qayerda o'tirib, qanaqa suhbat paytida shu voqeani eslayapmiz. Va o'sha kuni biz umrimizdagi birinchi dastxatni berganmiz. Pastda bizni onam yonida o'tirib ketayotgan ikkita namanganlik qiz, sizlar san'atkor ekansizlar-a, biz latifalar aytib, qo'shiqlar aytib ketganmiz-da endi. Kelinglar sizlar birinchi dastxatinglarni biz olgan bo'laylik. Katta xotinlar urib ketishgandir, ular ham hozir. Hech bo'lmasa 45 ga kirgandir, hech bo'lmasa o'sha. Nevarali bo'lgan bo'lsa kerak, ayol kishi bo'lsa o'sha. O'sha ikkala qiz ham ko'rayotgan bo'lsa agar bizni ilk dastxatlarimizni olishga o'shanda ikkalamiz dastxat qo'yib berganmiz. Ularning daftarlar, ular ham talaba edi adashmasam. Agar shu suhbatimizni ko'rib qolsanglar va sizlar bor bo'lsanglar, izohlarda qoldiringlar borliklarini. Men guvohiman deb yozinglar. Lekin xotirasiga qoyilman bu bolani, hammasi esida turadi. Bu 29 yil avvalgi voqea bo'lyapti. 97-yil 30-dekabr kuni. 30-dekabr. Yangi yildan bir kun oldin Yangi yilga uyga boramiz deb ketayotgan paytimizda o'zini joyini ayol kishi tepada ketmasin deb meni onamga berib, ikkalamiz tepada gaplashib ketganmiz. Bu naqada narsalar esdan chiqarib bo'lmaydi aka. Gapirmang. Shular biz inson sifatida, shaxs sifatida tarbiyalagan omillar shular bo'lsa ajab emas. Shunday. O'shanda men sizga qattiq hurmat qo'yganman, qattiq mehr qo'yganman. O'zim akam deganman. O'sha Bo'lg'ay chiqqanida maktabda maqtanib yurganman, shu odam meni akam bo'ladi deb. Endi sevgi fazosi chiqqanda endi men bosar tushlarimiz bilmay qolganmiz xursandchiligimizda. Sizni oilangiz qanaqa xursand bo'lgan bo'lsa, biz uydagilar ham shunaqa xursand bo'lgan. Siz o'sha paytdagi yutuqlaringizdan o'sha aka-ukachiligimizga ko'z tegmasin. Ilohim. Davom bo'lsin. Fitnadan yaratganni o'zi asrasin. Rahmat. Omon bo'ling. Zo'r suhbat bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Xursandman. Izohlarni kutamiz. Ko'rishguncha.